Savol. Internet sahifalari va ijtimoiy tarmoqlarda 4 fiqhiy mazhabdan birini tutmagan ayrim kimsalarning fatvolari uchramoqda. Ularga amal qilish mumkinmi? Savolda aytilgan muassasalardagilar qanchalik mashhur bo'lmasin, mazhab tutmagan bo'lsa, ularning fatvosini e'tiborga olmaymiz. Chunki u fiqhni muayyan mazhab bo'yicha o'rganmagan bo'lsa, uning fiqhiy hukmni bayon qilib berishiga qanday qilib ishonishimiz mumkin? Uning gapiga qanday ishonaylik? Uning o'qigan ilmlarini qanday bilib olamiz? Axir unda madaniyat va umumiy ma'lumotlardan boshqa hech narsa yo'q-ku. Hanafiy fiqhiga yoki Shofiy fiqhiga oid 3 ta, 5 ta, 7 ta, 10 ta kitob o'qigan bo'lsa ekan, biz unga fiqhiy ongi shakllangan ekan, fuqaholarning qoidasiga ko'ra zamonaviy masalalarga yechim topa olishga salohiyatli ekan deb ishonsak. Bunday odam yo'q hisob. Mazhab tutmagan odam fiqhdan gapiradimi, gapirmaydimi? Gapining mutlaqo qiymati yo'q. Chunki u ahli ilmlardan, faqihlardan emas. Fiqh bu mazhabdir. Shuning uchun ham birinchi darsimіздanoq aytib kelyapmiz. Tahallul, tashaddud va tavassut yo'nalishlari bor. Ularning ichidan faqat bittasi haq, qolgan ikkitasi esa mutlaqo haq emas. Bu ikki maktab ahliga qaralmaydi ham, ularning gapi olinmaydi ham. Ular dinni o'yin qilgan, islomni zoyi qilgan majmuadir. Ixtilof tavassut yo'nalishi ichida Hanafiy, Shofiy va Molikiy mazhablari o'rtasida bo'lsa, ularning biri to'g'ri, qolgani xato bo'ladi. Lekin hamma mazhabning qavli ham qabul qilinadi, e'tiborga olinadi. Ammo undan tashqaridagilarning gaplari esa mutlaqo qiymatsizdir. Ularning gapini olmaymiz. Axir ular ham o'zicha ummatning imomlarini, ulamolarini pisand qilishmaydi-ku. Nima uchun biz ularga ahamiyat berishimiz kerak ekan? Ular fiqhiy mazhablarni nazarga ilishmadi, ulamolarimizning hurmatini joyiga qo'yishmadi. Nega endi biz ularning gapiga quloq solishimiz, hurmatlashimiz kerak? Ular millionlab ulug' ulamolar bilan to'lib toshgan buyuk ummat ichidagi qiymatsiz, arzimas bir to'da xolos.